Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasi tarixida muhim voqea. Ilk bitiruvchilarga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Bir nechta yo'nalishda tahsil olgan 71 nafar talaba o'qishni yakunlab, mustaqil mehnat faoliyati sari qadam qo'ydi. Har qanday orzu ortida mehnat, har bir muvaffaqiyat ortida esa sabr va matonat yashaydi. Umr sahifalariga bitilgan talabalik hayoti bugun o'zining eng hayajonli nuqtasiga yetdi. Quvonch va faxrga boy ushbu lahzalarda Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasining ilk bitiruvchilari katta hayot sari dadil qadam tashlamoqda. Yurisprudensiya, mehnat muhofazasi va texnik xavfsizligi hamda psixologiya ta'lim yo'nalishlari bo'yicha tahsil olgan talabalarning bugun quvonchi cheksiz. Bugun bizga eng quvonchli, hayajonli damlar, chunki biz bu akademiyaning ilk qaldirg'ochlari, ilk bitiruvchilarimiz. Diplom olish marosimimiz ham o'zgacha o'tayotganda juda ham xursandman. Hozirgi kunda bizga barcha sharoitlar yaratib bermoqda. 4 yillik izlanish, o'zlashtirilgan bilimlar, o'quv yili mobaynida erishilgan yutuqlarning hech biri zoya ketmadi. Marosim davomida talabalarga nafaqat diplom, shu bilan birga ishga qabul qilinganlik haqidagi sertifikatning topshirilishi, akademiyada olingan bilim va salohiyat amalda ham yuqori baholanayotganidan dalolat berdi. Hurmatli prezidentimiz hamisha ta'kidlaydigan ona vatanimizning, xalqimizning oltin fondi deb sanalmish fondning eng bir peshqadam akademiyani bitiruvchilari bo'lgandan keyin akademik bo'ladilar. Qarangda bir pasda mana 10 yil ichida bizday bir katta bir avlod u o'zimizni o'g'il qizlarimizga oldida akademik bo'lib turibmiz-da. Ular akademik, juda imkoniyatlar juda katta va mana shunday bir yoshlikda, bolalikda behuda o'tkazmasdan ilmga, kitobga, ilm ma'rifat bo'lishga sarflaydigan uka-singillarimga muvaffaqiyatlar tilayman. Diplom bu marraning yakuni emas, balki yangi maqsadlar sari boshlanayotgan mas'uliyatli yo'lning ilk qadamidir.